Assalomu alaykum aziz opa-singillar. Yaqinda bitta video qo'ygandim. Anaqa gullarim qurib qolyapti deb barglari sarg'ayishni boshladi degandim. Mana ko'rganlaringdek gullarim yana o'z holiga asta sekinlik bilan qaytyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Tagida mana shunaqa yangi yaproqlar chiqaryapti. Buning uchun nima qildim? Birinchi buni uyda bolam yegan mevalarni, po'choqlarini mana ko'rishingiz mumkin. Hammasi yaxshi holatda, даже mana ko'rsiz, yangi yaproq ham chiqaryapti. Birinchi bolam yegan mevalarni, po'choqlarini olma, banan, keyin sabzini, po'choqni maydalab bankaga soldim suvga va u suv qo'yib 2 kun bankada saqladim. Va o'sha suvni gullariga quydim tagiga. Boshida bir o'zgarib oldi. Barglar polni tashladida, endi mana yangi barglar, baquvvat barglar chiqarishni boshladi. Keyin nimadan, Urug' magazindan nima oldim? Gul sotadigan joylardan shiradori hidsiz bo'lar ekan. Shiralariga anaqa dori oldim. Ana shu dorini umuman hidi yo'q ekan. Bitta flakondagisini 3 litr suvga aralashtirib barglariga sepib chiqdim. Tashqariga olib chiqishingiz shart emas. Hidi umuman yo'q ekan, zararsiz ekan. 5000 so'm turar ekan bitta flakondagisi. O'shani olib kelib aralashtirib, gullari bargiga sepganimda mana shunaqa o'zgarishni boshladi. Ko'rib turibsizlar, yashil to'qlashyapti ranglari. Keyin yaxshilab e'tibor bermagan ekanman. Bargida mayda oq nuqachalar bo'lgan ekanda, o'sha shira tushgan hisoblanar ekan gulga. Shu shirasini ketkizsa, keyin barglari yana yashnab ketar ekan. Mana shunaqa. Agar siz ham uyda qanaqadir gul qilmoqchi bo'lsangiz, foydasi tegib qoladi deb o'yladim va sizlar bilan bo'lishdim bu ma'lumotni. Birinchi uyingizda qanaqa meva, sabzavotlar bo'lsa, o'shani suvga aralashtirib qo'yib, 3 kun turgandan keyin uni suvini so'ysangiz bo'lar ekan. Keyin yana eshitdim, guruchni yuvamiz-ku, osh qilayotganda guruch yuvamiz. Ana shu guruchni suvini ham, guruchni 1-2 marta yuvganimizda tuz solinmagan bo'lishi kerak. Ko'pchilik guruchga tuz solib qo'yib, sho'r suv qilib uvitib qo'yadi. Uni emas, oddiy suvda guruchni yuvib, o'sha guruchni suvini ham gulni tagiga solsa, rosa ham yaxshi oziqlanar ekan. Keyin ikkinchisi, yegan mevalarni, po'choqlarni bankaga qo'yib, ana shu po'choqlarni suvini gulga quysa bo'lar ekan, yaxshi oziqlanar ekan. Uchinchisi, shirador, o'zi gulda o'zini shiradorisini, o'simliklarga bo'ladigan emas, gulda o'zini shiradorisini sepsak bo'lar ekan. Qish kunida ham bo'lar ekan. Nimalarda gul sotadigan joylarda, urug' sotadigan joylarda bo'lar ekan. O'shani olib kelib hidsiz bo'lar ekan. O'simliklarga qaraganda, o'simliklarniki juda ham hidi o'tkir bo'ladi-yu, buniki hidsizroq bo'lar ekan. Har qanaqa gulga nuqsa bo'lar ekan. Agar siz ham uyingizda gullaringiz bo'lib, shunaqa muammoga uchrayotgan bo'lsangiz, sizlarga tavsiyam, video foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar sizlarda ham qanaqadir gullar bo'lib, uni rivojlanishi uchun qanaqadir o'zingiz ideyangiz bo'lsa yoki
tajribadan o'tgan qanaqadir maslahatlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozing. Men uchun juda ham muhim, chunki men auditoriyamda ko'p ayol kishilar, ayol qizlar, uy bekalari, uyda o'tirib YouTube ko'radigan insonlar. Hammaga manfaatli bo'ladi deb o'ylayman-da. Shu tavsiyalaringizni ham video qilib va birinchi qilib ko'raman, bajarib ko'raman va video qilib hammalarga, hamma qolgan auditoriyaga ham ulashaman. Sizlarda qanaqa tavsiyalar bor? Menga qiziq, albatta yuboring uni. Yozib yuborsangiz ham xursand bo'laman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling. Video yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang. Xayr.